Siz joydan aka joningizdan to'yganmisiz nima qilyapsiz? Voy aka, sizni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Sizdan qardim bor, men childan beri istayman. Nimalar deyapsiz? Qanaqa qard? Men sizni birinchi marta ko'rib turishim, bosib ketardim. Aka, o'tgan yil xuddi shunaqa paytda eslayapsizmi? Aka, meni kechiring. Shu pul farzandimni davolatish uchun rosa kerak. Aka, xudo ishi qizida. Mirolim qayerdasan? Ishxonadaman, Otabek osh markazida. Yillik hisob-kitob qilib, zakotini ajratib qo'ydim. Shu muhtojlardan topib berib olishimiz kerak-da. Sen u narsalarni o'ylama, egasi o'z yo'lingdan chiqadi. Voy. Nima bo'ldi endi? Ha, oshna pulni oldim. Bardizda turibdi. Bo'ptasi telefon qo'yaraman, hop. Xuddi boshdagi ahamiyat yozganda kapotda o'shagan biletchi. Aytib, mana shu o'rtada ustaxona yo'qmi? Sal pastroqda, burilishda bor aka ustaxona. Mana endi ishonchim komil bo'ldi, qilayotgan kasbimni to'g'ri deydi. Agar Alloh xolasa, suygan mandasini muammosini qanday go'zal qilib qo'yishdi, biz yaxshi bilarkan aka. O'zbekiston bo'ylab 24 musobaqaga tayyormisizlar? Homiylar shoshilamiz, $200 evaziga bitta post, bitta story, 50 mingga jonli obunachi. Nomerlar pastda telefon qilaverasiz.